Assalomu alaykum. Qadrdonlar, hurmatli obunachilar, musofirda bizni tomosha qilayotgan akalar, ukalar, hammanglarga kun xayrli o'tsin, barokatli kelsin. Musofirdagi do'stlarimizga topganlaringlarga Alloh baraka bersin. Xudoyim o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Doim Alloh panohida bo'linglar. Do'stlar, bugun lokatsiyamiz bo'yicha Namangan Moshina bozori 25-yanvar dam olish kunidamiz. Sizlarga ham Allohim kuch-quvvat bersin. Dam olish kunlari xayrli, barokatli o'tsin. Sizlarga ham shuni tilaymiz. Do'stlar, mashina bozorida yaxshi kunlar ochilib ketdi, lekin ertalab sovuqda. Shunaqa bo'lsa ham do'stlar, mana bunaqa sovuq, qor, ob-havolar sizlar uchun mehnat qilishimizga hech qanaqa to'sqinlik qila olmaydi. Shu yerga chiroyli qilib shu like ayamaysizlar, o'z fikringizni izohlarda yozib qoldirasizlar degan umidamiz. Yana sizlar so'ragan, qiziqtirgan mashinalarning narx-navosini qo'ldan kelgancha tez-tez olib syomka qilib ko'rsatib ketishga harakat qilamiz. Do'stlar, qolgan gapni yana video davomida gaplashaveramiz. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Do'stlar, Malibu 1 qatoridamiz. Ma'lumotini qo'ldan kelgancha beramiz. Birinchi mashinamizning narxini akadan ma'lumotini olamiz, aka. 2012-yil 330 ming yurgan. Ikkinchi pozitsiyani avtomat qo'yilgan. Ha, ikki mexanikani avtomat Ikki qilingan. mexanikaga avtomat qo'yilgan. Aha. Kraskasi mana shu orqa eshigida kraska-yu, narigi tomonda petnosi. Bitta petnosi bor. Xo'p. Yurganini aytdingiz, kraskalarni, petnolarini aytdingiz. Mashina gaz, benzin qanaqadir? Gaz plus benzinda. Xo'p, narxini qancha aytdik? Narxini 11 ming. 11 ming. Kami bor buni, Ha, kami bor. tomoshabinlar uchun. Baribir yo'lda qilib kamaytirib beramiz. Aka, telefon raqam esimizdan chiqmasdan. Hop, 90 lik. Aha. 797 90 797 59 59 59. Keyin buni dokumentlari qanaqa chiqadi? O'tkazib olish, oformit bo'ladi. Tushunarli do'stlar, qo'ldan kelgancha ma'lumotni oldik. Agar biz tomondan kamchilik bo'ladigan bo'lsa, egalariga telefon qoldirdi, ekranga ham chiqarib qo'yapmiz. Telefon qilib bemalol ma'lumotini qo'shimchasiga olsanglar bo'ladi. Eng muhimi probegi, yili, narxi, yana boshqasini qo'ldan kelgancha bildik. Keyingisiga o'tamiz. 2015-yil 199 ming yurgan, bir dona mashqirlarda kraskasi bor. Bu tomondan, bu tomondan ham eslab qolasiz, kelganda bu tomonda bitta Baksel kirloda kraska bor, ichiga o'tmagan. hop, Ikkinchi paysi mexanika lyukligi yurganini aytdingiz. 199 ming yurgani, xudo xolasa hamyog'ini tekshirib olishadi. Mashina yaxshi. benzin, gaz, Metan gazi bor, pakaleniya 100 TL. metan pakaleniya, metan plus benzinda. Hop, Sразу ofonutkom. tushunarli. Narxini qanaqa dedingiz? Hop, narxini aka 11 ming barakat olsin. Bu ham 11 ming. Bu ham 11 ming bo'lyapti. Bu mexanika, bu avtomat. Ha. Buni ham mexanikani avtomat qilingan ekan. Mexanikani avtomat qilib qo'ygan. Plus tarafi diska bo'lgan, avtomat korobkasi bor uni. Bu mexanikani o'zi. Bularni mashinalaringizni motor ходовой idish yo'q, kamchiliklari yo'q. Hamma kamchiligini qilib chiqib qo'yganmiz. Aytaverasiz endi agar qo'shimcha navorotlar qo'yilgan bo'lsa, misol nima deydi? Foriya, yumshoq bolalar, metan gazlari bor. Xudo xolasa, shunaqa narsa bo'ladi. Bu telefon aka bir takrorlab qo'yasiz. Bitta eshigida bor. Telefon raqamni bitta takrorlaysiz. Oka, 90 lik, Aha. 797 59 59. Shuna 90 797 59 59 do'stlar. Qo'ldan kelgancha ma'lumotni yetkazishga harakat qilyapmiz. Agar biz tomonidan biror kamchilik qolib ketadigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. So'rab, minib ko'rib, yoqsa pechar. Albatta. Notarsi qilib berishadi. To'g'ri. Kelib, mana egalar bilan gaplashib turibmiz. Ustida kelib, yoqtirib, minib, agar ma'qul kelib qolsa, shu notariusni pulni sanab, yoqsa notarsi pul sanashadi. albatta. Xo'p, yana bu ham sizdanmidi, to'g'ridagi? Bu ham bizdan. Beravering. Hop, aka 2012-yil 240 ming yurgan, ikkinchi paysi lyukli, diska balon, Mo'li metan gazlari bor uni ham. Bir dona ana shu kirloda ozgina petnochasi bor. Mana shu yerda mana shu yerda ozgina petno bor. Ko'rsatib o'lchaveradi. Diska balonlar qo'yib qo'yilgan. Do'stlar, eshitdi ma'lumotda baribir ko'rsatyapmiz-ku. Baribir o'zimizning ko'zimizga ham umuman sezilmaydi. Baribir kameraga ko'rinsa ham nima. Lekin bu kraska, petno o'tmagan, detallari yaxshi. Suyagi butun. Jaydarsa tushuntiradigan bo'lsangiz, suyaklari butun ichiga o'tmagan. Xudo xolasa u uncha kraska, petno muammo emas.
Elektropaket bo'ladi, aka, polni bu ham. Yurganini aytdingiz. Qolgan ma'lumotni aytdingiz. Pulini qancha dedingiz? Bu ham 10 ming ketaysiz okani. Bu ham 11 ming. Bu ham 11 ming. Lekin Barakasi yo'l qo'ygan. baribir haligi nima deydi, oladigan odamga ham, sizga ham haligi chiroyli, og'rinib qolmaydigan narxga beramiz. Biz tomondan tomoshabinlar, obunachilar yo biz kanalimizda chiqadiganlarga baribir yo'lida qilib berasiz. Mana bu misol uchun 10 kelishsa Aha. 100 so'm o'tib beramiz yani. Xudo xohlasa. 100 Ular ham so'm o'tib beramiz. ular ham 11 deyap turibsiz. Undan ham o'tib berasizmi? O'tib beramiz kimmi bor? Xudo xohlasa. So'rab, kelishsa oqa beramiz. Do'stlar, yaxshi inson bo'lib qolsa doim aytamizda, endi yuzma-yuz gaplashganda ham odam qanaqalik bilinadi. Chiroyli muomala, murosa qilsanglar, yo'lida qilib berish hech gap emas, to'g'rimi? 90 297 midi? 797 59 59 do'stlar. Nomerni ekranlarga ham yozib chiqarib qo'yapmiz. Sizlar uchun, sizlarning qulayligingiz uchun do'stlar, shu yerga chiroyli layk qo'yamizlar. Bekorga so'ramaymiz laykni, kommentariyani. Bu videoni algoritm shunaqaki, boshqalarga ham ko'proq tavsiya qilishga yordam beradi. Bekorga layk bosing, kommentariy yozing, do'stlarga ulashing demaymiz. Siz ko'ryapsizmi, boshqalarga ham ko'rsatishga yordam beradigan aynan sizning xatti-harakatingiz, YouTube'dagi layk bosishingiz, kommentariy yozishingiz. Do'stlar, qorasidan bo'lsin, avtomatidan bo'lsin degan do'stlarimizga mana aka ma'lumotni beraverasiz. Ma'lumotini. 2012-yil 120 ming yurgan 3 avtomat. 3 avtomat, zavodskoy qilinmagan. Yumshoq balonlarda, xudo xolasa tayyor, metan gazlari bor. Yurgani qancha dedingiz? 120 ming. 120 ming do'stlar. Toza 3. Mana shu kriloda ichiga o'tmagan kraskasi bor. Keling taraf oldi krilosida. Umuman ko'zga ham bilinmaydi-da bu narsa bilmaydi, asli. endi Xudo xolasa. tekshirib Ha, olishadi. do'stlar, doim qayta va qayta aytamiz, biz ma'lumot beruvchi, xohlang ustoz bilan kelib, endi xohlagan ustozlar bilan, xohlang kraskasiga, xohlang motoriga, xohlagan usulda tekshirtirib boraverasizlar. Ko'rsatib olib, yo'qsa notarsda pul berishadi. Mana shu kriloda kraskasi bor, ichiga o'tmagan. Yumshoq bolani bor, buni ham metan gazlari. Hamma yo'q o'ziniki. Abduf, Adagraf, hamma narsasi bor. Sidinalar qiziydi, cruise control, koja salon. Xudo xolasa kam ko'si yo'q. Bu monitor almashtirib qo'ygan shekilli. Qo'yib qo'yilgan. Ha. Shunda u toza uchi bu, toza uchmi? 3. Hop, Zavodskoy, endi puli qolyapti. Sizdan so'raydigan narsam Aka puli 12,5 ming, ya'ni ozmoz kelishamiz. 12,5 mingdan o'tib beriladigan joylari bor. Do'stlar, xudo xolasa mana narxlarni bilib ketyapmiz, lekin haligi 12 ming, 12 mingni o'tib beramiz deb o'sha narx ushlab olinmaydi. Shu aytilganda chiroyli muomala, murosa qilsanglar, o'tib beradi. Baribir keling. Mana YouTube'dan ko'ryapsiz. Ma'qulmi? Kelib ustida ko'ring. Yuzma-yuz ko'rishgan boshqa, gaplashgan boshqa-da, to'g'rimi? Xudo xolasa chiroyli murosa qilib qo'ysanglar, balki hali sizlar kutgan natija bilan yaxshi narxda kelishib qolishingiz mumkin. Telefon raqam 797 59 59 a. To'g'ri. Xo'p. Bu yoqda Malibu 2 Malibu'ni ham qo'yaveramiz. Malibu'ni ham ishqibozlari bor. Malibu 2 bu aka qulay narxda. Yana shularni ham aytib 2017-yil Aha. Koreyada kelgan 1.5 turbo premier salon bo'ladi. Turbosidan. 150 ming yurgan. Eti-beti ozgina kraskasi bor. Ko'rsatib olishadi, ichiga o'tmagan. Sidina qiziydi, so'ydi, Abduf, Adagraf. 1.5 turbo premier dediz-a, tushunarli. Hozirgi holatda 5.2 qilib turasiz. Tabloda o'zi realni ko'rsatganisi 5.2 rasot qilib. Men bu hozir shu yerda qo'shib ketaylik, ko'pchilik so'rayapti-da, bu aniq ma'lumotlarga nator berib olmaydi deyapti. Malibu 1 da rasxod qana bo'lyapti? Malibu 1 oka benzinda rasxodi 12 ta qiladi. Yurishga qarab, chiroyli yursalar 10 ta ham qiladi. Agar biz yuradigan bo'lsalar 13 ta 14 ta ham. Atak uchi ko'pmasa, misol Gentralardan oshib ketmaydi. Bundan oz qiladi. Shuni haligi misol nator ma'lumot berib qo'ymayman deb yoza olmayapman do'stlarga. Do'stlar, mana gaplashib turibmiz. Chiroyli yurishlarga qarab, premierni oling 100 ga 10 ta 12 ta yurishingizga qarab. Nimaga qana bo'lyapti? 14 ta hisoblashsa o'sha rosa bus minsa ham o'shdan qiladi. Propanga qana bo'ladi, mabodo bilmaysizmi? Propanda oka kattasi bo'ladigan bo'lsa bir 700 km yurib beradi, 600 yuradi kattasidan. Ana metan o'rniga tushadi. O'shanisidan qo'yishsa 65 talikmi? 65 talik. Unga 65 talik qo'ymasa ham bo'lmaydi-da baribir. O'z metanda ham 200 km o'shiqroq yurib beradi, 100 talik. To'g'ri. Do'stlar, ma'lumotni mana sizlar uchun oldik. Telefon raqami 90 797 59 59. Aka narxi 16 ming dollardan yana o'tib beramiz. 16 mingdan o'tib berasiz. $16 ming o'tib beramiz. Malibu 2 1.5 turbo. Orqasi dinalagacha qiziydi.
Yumshoq bo'laman, podmoshka. Bu Malibu 1da orqasi ismasida, Malibu faqat 1 orqasi oldi ismadi. bilan Ha. shopir tomon bilan Klient klientga. Bu orqasi denalargacha qiziydi. Soviydi ham oldisi denalari. Qayerga ko'ra haysiyalar bor. Do'stlar, ikkalasida ham komfort, ikkala mashinada ham bor. Lekin men fikringizni yozib qoldiring, kimga qaysi mashina kuchli, Malibu 1 yoki Malibu 2. Komfort jihatda ham ikkalasida ham bor. Lekin meni o'zimning shaxsiy fikrim Malibu 1 to'liq boshqa full uravenda komfort. Bu boshqa dunyo deyman-da, chunki hamma komplektatsiyasi ham, bunga qilingan detallar ham o'zgacha, pishiq. Davrda yangi chiqqanda okani Leland o'rnida bo'lgan yangi olganda 40 ming 30 ming oshiqroq ko'ringan mashinada. To'g'risi aytaman, birinchi qilinganda zo'r qilib chiqaradi-da, o'sha ikkinchi, uchinchi, to'rtinchisi deganda o'sha narsalarni qo'yadi. Oling, materiallarni ham arzonrog'idan qo'yadi, keyin qisib chiqaradi-da. Baribir boshqacha bo'ladi. To'ppa to'g'ri. O'shanisiga aytaman, Malibu 1 baribir yetmaydi. Keyin Malibu 2 dan ko'ra yaxshi, to'ppa to'g'ri. Do'stlar, mana egalar bilan gaplashib turibman. Keyingi Malibu'miz, aka, ma'lumotni beraverasiz? 2013 365 ming yurgan. 2013 avtomatidan. Avtomat 3-paysi avtomat aka. Kraskasi asfalt bo'lgan. Puli 8,5 ming. 8,5 ming. Yurgani qancha dedingiz? 365 ming. 365 ming. Asfalt kraska asfalt bo'lgan dedingiz. Pulni 8,5 mingdan o'tib beriladigan joylari bor aka. Ozgina o'tib berdi. Ozgina o'tib beradigan joylari bor. Xo'p, endi buni mashinani gaz, benzin nimada harakatlanyapti hozir? Metan 100 talik. Metan plus benzinda. Xo'p, telefon raqamini aytib olasiz aka? 88lik 468 0909. Xudo xolasa do'stlar, ekranga ham chiqqanamiz nomerda bizni tomonidan so'ragan obunachilar bo'lsa, bari yo'lda qilib beramiz aka ma'lumotni. Anaqani narxini. Ozgina o'tib beriladi, ko'p o'tilmaydi. Xudo xolasa. Kelishiladigan joylari bor. Do'stlar ko'ring, Faqat naqdga. faqat naqdga. Ha, bo'ldi, tushunali. Bu tomonlarni ham xo'p, aytilmay qolgan kamchiliklar bo'lsa, do'stlar, nomer qoldiryapmiz egalarga telefon qilib. Faqat noqulay vaqtda emas, kunduzi iloji bo'lsa telefon qilsanglar yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Do'stlar, kamchilik bo'lsa avvaldan aytamiz, uzr, biz ham adashimiz mumkin. Aka, rahmat sizga, sotilib ketsin aka. Salomat bo'ling aka. Xo'p. Do'stlar, endi biz ham qo'ldan kelgancha hozir hamma bloger bo'lib ketdi jiyanim. Qani ma'lumotni ber. Do'stlar, mana Malibu'mizni kichkina egalari bilan gaplashib turibmiz. Mashinani intervyu olyapman desang, kelajakda katta inson bo'lib ketsa shunaqa intervyu berasan-da, hozirgidek. Ma'lumotni berchi jiyanim. Xo'p, Malibu 1 mexanikasidan. Mexanik ikkinchi pestilukli variantligi 2012 ga 13 Aha. 107 ming yurgan. Kraskasi bir tomonda Aha. yuzaka bor. Mhm. Pomna. Zo'r holatda mana shunday urinib pomaga benzin harakatlangan 4 ta yumshoq yangi bolalargacha bor. Orqa sostanalari ham zo'r. Hali ham benzin turibdi mashina. Benzin, Aha. gazonlamaga. Xo'p, endi pulni qancha deyapsan? Buni 10,5 ming kelishamiz aka. 10,5 ming, yaxshi. Do'stlar, xudo xolasa telefon raqamini aytib qo'yasan-da. 93li 188 70 00 yana bitta nomerimiz bor. 93 752 1040. Bizi do'stlarimiz, endi do'stlarimiz biz obunachilar, bizni videoni ko'rayotgan tomoshabinlar. Bizni kanalimiz nomidan chiqishadigan bo'lsa, bular uchun qanaqadir skidkalar, aksiyalar deydi, shunaqa narsalaring bor. Yana o'tib beramiz aka. O'tib berasan, aytilgan narxingdan, mo'ljallagan narxingdan o'tib berasan. Yana o'tib beramiz aka. Malades. Telefon raqamlar bo'ldi, narxlar bo'ldi. Do'stlar, haqiqatan mashina ichida o'zim o'tiribman. Hech qanaqa bir kamchilik ko'rganim yo'q. Salon yaxshi, chizilgan, qilingan, urinib qolgan yerlar ko'rganim yo'q. Bu mashinani polni komfortlarini gapiradigan bo'lsak, videoni vaqti yetmaydi haqiqatan. Bu mashinada hamma o'sha aytilgandek hamma qulaylik bor. Shu komfort, qulaylik xohlaydigan odam uchun eng zo'r variant izlab yurgan, shunaqa mashina izlab yurgan odam uchun men eng zo'r mashina varianti Malibu 1 tavsiya qilib kelganman. Qilamiz ham. Jiyanim, rahmatlar, sotilib ketsin, ishlaringiz rivoj. Do'stlar, kam yurganidan so'raydigan do'stlarimizga 2014-yildagi ishlab chiqarilgan 2 mexanikada yurgani 86 ming. Do'stlar, 86 ming. Kraskalar ham eng qiziq joychi, kraskalari toza ekan. Bir tomchi kraska ham yo'q deyapti. Ustalar bilan kelib kraskasini ham, motor ходовойni ham xohlagan qismini xohlagan ustalar bilan kelib tekshirtirib olishingiz mumkin deyapti. Do'stlar, xo'p. Tak, kraskalarini aytdim, toza. Puli keladigan bo'lsak 13 ming aytashyapti ekan, lekin 13 ming deb ushab
mana shu narxda turib olgan yerimiz yo'q. Kelishsin, gaplashamiz. Xudo xolasa kelishtirib beramiz deyishyapti. Telefon raqam 93-497-75-72. Ekranga ham chiqarib qo'yapmiz do'stlar. Biz tomondagi aytilmay qolgan kamchilik bo'lsa, bemalol chiqishinglar mumkin. Xo'p, endi mashina metanli ekan, plus benzinda harakatlanadi. Aytib o'taman yana, motor ходовой, yana bir boshqa qismlarida ishi yo'q. Xudo xolasa yaxshi holatda mashinamiz, o'zimiz bilamiz. Mashinani deyishyapti. Egalari bilan gaplashdik. Bormi? Ha. Nachilik deydi. Aka ma'lumot berib qo'yamiz. Bo'ldi. Qaysi mana Bundan bir boshladik. Aha. 3-paysi avtomat toza kraskasi 62 ming yurgan, gazi bor. Ha. Shu pullarni nasiya savdosiga ham beramiz, yarmini berganga. Halol nasiya savdo. Halol Qancha puli bor nasiya bilan chiqsa savdo. bo'ladi? 8 ming, 7 ming dollar pul bersa, qolgan nasiya savdo qilib beramiz. Chiroyli qilib yarim yilmi, 1 yilmi kelishsa gaplashib, Ha, qilib beramiz. 8500. Do'stlar, mana aytib o'tay, boshlang'ich narxiga 8500 puli bor odam kelasizlar, gaplashasizlar. Egalari o'zi bilan halol nasiyada hech qanaqa avtokredit emas, bank emas, o'zlari bilan, o'zaro egalari bilan halol nasiya variant qilib berishadi mana do'stlar. Sizlarda qulayliklar uchun. Endi pulini, telefon raqamini aytamiz. Aka, puli 14,5 ming dollar deyapmiz, Mhm. oz-moz tushib beramiz. Shu 14,5 mingni baribir o'tib berasizlar, Ha, xudo xolasa. o'tib beramiz. To'g'risi. Mashina o'ta ideal, Aha. chiziq-pizig'i yo'q, toza mashina, kraskasi. Shu Xo'p, telefon raqami aka? 91 dan 359 99 19. Hop, 91 359 99 19 a? Aha. Xo'p, do'stlar, mashinaga bir razm solib qo'yamiz. Haqiqatan egalar aytayapti, kraskasini aytdik toza. Yurgani ham mana kam yurgan. Mashinani salonida ozgina sidenasida urinib qolgan yeri bor, ko'p emas. Bunaqasi emas, nima deydi? Sidena o'rindig'ida o'zida qolgan jihozlari o'ziniki. Qirilgan, chizilgan joylarni ko'rganim yo'q. Chiroyli qilib olyapmiz buni. Zo'r. Mashina a'lo ko'rinishda. Endi buni hamma komfortlarini bilasizlar do'stlar. Bilmaganlar uchun kruz kontrollari bor, sidina oldi, shofir tomon bilan yo'lovchi tomonni siydi. Yana nima bunda? Multimediya rullari bor, lyuklari bor, hamma qulayliklari bor do'stlar. Bu mashinani qulayliklarini qancha gapirsang, nima deydi? Gapirgin keladi, vaqt ham yetmaydi-da. 2012 Aha. ikinchi paysisi, Mexanika mexanik ikinchi paysisi. Xo'sh, yurgani. propan gazi bor. Aha. Kraskasi ashi orqa anaqada karnizda bor. Yurgani qancha dedingiz? Yurgani 282 ming. 282 ming. 241 ming. 240 ming. Bo'ldi, 241 ming ekan do'stlar. Hozir operatorimiz ham ko'rishdi, akani o'zlari aytishyapti. Tak, endi mashina metan, Yo'q, propan. benzin, propandan harakatlanadi. Ha, propan. Xo'p, endi unisini aytdik. Endi puli qana bo'lyapti? Puli 9800 kelishtirib beramiz. Barakasiga hozir. 9800 dan o'tiladigan joy bor. Telefon raqami aka? 93 lik. Aha. 65 Aha. 0070. 0070. Chiqishaveradi aloqa. Buni variantlari bormi? Halol nasiya yo barter. Yana dokumentlar qanaqa usulda bo'ladi? 5000 puli boriga kelishib aniq qilaveramiz. Halol nasiya o'zaro gaplashsanglar bo'ladi. O'zaro gaplashilaveradi. Endi dokumentlar qanaqa chiqadi aka? Dokumentlar bo'laveradi. Istalgan usulda. Ha, xudo xolasa. Generalni ham bo'ladi, familiya ham bo'ladi. Generalni bir marta qilib beriladi. Bo'ldi do'stlar, uni gaplashasizlar. Dokumentni ham qulay holatda qilib berishar ekan. Turistda umrda ham aport qilib beradi. Bo'ldi, mana do'stlar, bunaqa qulaylik uncha odamda topilmaydi lekin. Xudo xolasa. Xudo xolasa, shuncha aytamiz, kelinglar, ko'ringlar, minib ko'ringlar, egalar bilan va ustida gaplashganinglar boshqa. Ko'ryapsizlar, chiroyli qilib olyapmiz. Kelishib qolganlar boshqa.